Assalomu alaykum hammaga. Hozir bir videoni ko'rib, вообще asablar buzilib ketdi. Surxondaryolik bitta tumanda maktabida qizlar urushyapti. Endi qizlarni tarbiyasi qanaqa bilmadim-ku, juda ham yomon urushyapti. Lekin o videoga olayotgan hezalakka gapim. Hezalak urush ustidan kulib, o'qituvchining ustidan kulguncha shu narsani ajratsam bo'lmaydimi? O'zbekmisan, o'zbekligingni sal bilsam bo'lmaydimi? Agar shu videoni ko'rayotgan bo'lsanglar, iloji boricha tarqatib yuborsanglar, o'zi ko'rsin u hezalaydi. Unaqalarni hezalaydi deydi biz O'zbekistonda. U hezalak hisoblanadi unaqalar. To'g'risini aytib qo'yay. Tamam lan. Ben koş. Ben koşun. Ben koş alamı koş gidelim. Kalmayayım tamam. Çok. Şu ne metinge? Şu ne böyle? Koşun gidelim. Tamam tamam. Koştun ya, bu araba koştun siz. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Böyle bak, o kapıya cevap verirsen. Bak cevap böyle mi hadi? Olmuyor, tepki yaptırıyor ki olmuyor. Dağılık da olmuyor. Bor. Takı zaten var. Madi dur, Madi. Gülbağır var olsa ne maksat onu çalmadı lan? Çalmanlar başında tutar. Mami proje takıyı koydun. Nima yeni kapısına kokutörüz gerek. Amca cevap. Yok seret yok. Yok seret. Narsalar tarqatish bu juda ham noto'g'ri narsa. O'qituvchining ustidan kulganligi uchun, videoni olib tarqatganligi uchun, ana qizlarni ochiq joylarni ko'rsatayotganligi uchun bir jinoiy javobgarlikmi, ma'muriymi, xullas kalom nima qilib bo'lsa ham uni jinoiy javobgarlikka tortishingizni to'g'rimiz talab qilamiz. Shuning uchun hammalardan iltimos buni maksimal darajada tarqatib yuboringlar, egasiga yetib borsin, kerakli odamlarga yetib borsin. Bunaqa bolalar tarbiyasi bilan keraklicha shug'ullanishni so'rab qolgan bo'lardi. Ota-onalar, tim bo'li ota-onalarga iltimos, farzandlaringizga yaxshi tarbiya berishni esingizdan chiqarmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.